shundoq chiroyli yigitlar bilan подружка qilib yurish qanday yaxshi. Mana ikkita bemorimizni ham pervaska jarayoniga olib tushyapmiz. Bir sutka, ikki sutka oldin space lifting amaliyotini bajarganmiz. Natijasini ko'rasizlar, xudo xolasa. Ikkita bemorimizni ham pervaska qilgan jarayonimizni hammasini qo'yib boramiz birin-ketin. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bemorimizni ko'rishingiz mumkin. Bir sutka oldin space lifting amaliyoti bo'lgan. Bemorimizni bittalari 60 yoshdalar, bittalari 53 yoshdalar. Mana ikkalarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Natijasi juda ham ajoyib, yaxshi chiqqan. Qanaqasizlar? Yaxshimisizlar? Sog' salomat misizlar? Og'riqlar bormi? Ikkalarida ham space lifting amaliyoti bo'lgan. Sheyani chiroyli qilib shakllantirib berib, brilliya, lunch, nasagubka sohalarini yon tomonga bartaraf qilib berganmiz. Mana jarohat joyini ko'rishingiz mumkin. Jarohat joyi quloq dirildog'i anatomiya saqlangan, mochka anatomiya saqlangan. Mana bularga ham ko'rishingiz mumkin. Mazur opa, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Yoqdimi sizlarga natija? Yoqmaydi, yoshartirganingizdan keyin yoqmaydimi? Rahmat, tanjoningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa bu birinchi sutkadagi natija, uning sutga 1 oylik, 2 oylik natijani ham qo'yib boramiz. Albatta kuzatishdan charchamang, reaksiya qoldiring.